zo'r narxga 2023-yil navruz qilingan Traverse so'ragan mijozlarimiz uchun 23-yil qora rangda eng full price'da Traverse mashinamiz keldi. Mashinamiz shumka qilingan, old qismi broni plyonkalari bor, balon sostenalari yaxshi holatda. Saloniga keladigan bo'lsa, ideal holatda turibdi. Ko'jalarimiz matviy sostenada. Bosib o'tgan masofasi 48 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Mashinamizda Abduf Abagrev 910 klimat kontrol parametrlari bor. Mashinamiz 3 qator, o'rtalari kapitan sideniya bo'ladi, 3-qatorlari detskiy. Mashinamiz ideal holatda. Hop, navrotlarga keladigan bo'lsa, old qismi to'liq holda broni plyonka qilingan, tonirovka razresheniyasi bor. Undan tashqari propan gazli ustanovka qilib qo'yilgan, balon sostenalari yaxshi holatda, tonirovka razresheniya va yaxshi bitta polis olib qo'yilgan. Kraskasiga keladigan bo'lsa, bitta shu eshikda o'zida kraskasi bor, qolgan joylari top-toza, bu yerdan udar bo'lmagan. Sepilgan, bemalol ustidan olib kelib tekshirtirib olishlaringiz mumkin. Mashinamizga keramikalar ham qilingan. Mashinamiz tayyor minishga turibdi. Hop, ushbu mashinamizni Traverse qidirib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar, anchagina manfaatli bo'ladi. Narxi va boshqa ma'lumotlarni opsiyaga yozib qo'yamiz. Yana to'liqroq ma'lumot uchun Karsmirdagi telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Karsmir.uz e'tibor uchun rahmat. Hammalaringizni kutib qolaman.